Assalomu alaykum. Fasadni plitka shoh. Mana 3-brigadadagi obyektimiz tugadi. 3-brigadadagi obyektimiz mana bu. Ash trassasi, Ashxo'jand trassasi. Ashdan kelayotganingizda o'ng tomoningizdagi uy. Mana o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar hozir. Mana. Yana bitganini tashlaymiz mana. Ko'chamiz. 3-brigaddamiz mana. Mana bu tomonlar 3-brigaddagi obyektimiz juda ham o'zgacha bo'lib chiqdi. Juda boshqacha bo'lib mana. Mana bu tomonlarimiz ham polni bo'ladi. Xudo xolasa frontonimizgacha chiqadi bu narsa. Frontonlarni ham отдельно qilib bo'lib fasaddan chiqaramiz. Mana shu joylar. Inshaalloh bitganda yana bir ko'rsatib chiqamiz. Hammaga rahmat. Mana uyimiz. Mana uyimiz. Oldingi holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Juda ham ajoyib bo'lib chiqdi lekin uyimiz. Ramka qilganmiz va chekalarini, cheka qismini ramka qilib, fronton bilan devorni ajratganmiz. Fronton ham shu plitkadan bo'lgan. Bu yerga limon, shaftoliga korичневый. Darvoza chekasidan mana korичневый ramka qilib chiqarganmiz. Mana общий bu tomonga ham. Derazalarda cheti ham korичневый tunikadan bo'lgan. Uyimiz juda o'zgacha bo'lib chiqdi. Oldingi holatini ham qo'yamiz hozir. 3-brigadga mana shu yerga polni fasad bo'ladi. Mana shu qismlarimiz fasad bo'ladi. Polni. Xudo xolasa mana ichkari qismimiz. Ichkari qismimiz ham polni plitkadan bo'lgan mana. Mana o'zgacha bo'lib chiqdi uyimiz. Mana bu tomonlari. Mana. Mana ma'lumadan o'zimiz ma'lumani fikri bu fasadni plitka shoh haqida, ustalar haqida, qanday ishladi ustalar, qanday mana materialimiz qanday ekan. Mana bir-ikki oz gapirsangiz mana biz haqimizda mana qanday ishladi, ustalar qanday ishladi. Assalomu alaykum qadrli hamqishloqlar, hurmatli hamyurtlar. Mana ko'rib turganingizdek, bizning xonadonimiz yana o'zgacha yangi tusga kirdi. Bu mana shu fasadni plitka shoh guruhi larini qo'li gul mana shu yigitlarimizni xizmatlari, mehnatlari orqali mana shu xonadonimiz yanada o'zgacha boshqacha hozirgi zamonaviy uyga aylandi. Buni ko'rib juda men xursand bo'ldim. Bu o'g'illarimiz Akmaljon boshchiligidagi ishchi o'g'lonlarimiz Toyirjon, Ruslanjon, Erkinjonlarga o'zimizning oilamiz nomidan minnatdorchilikni bildiramiz. Bu kollektiv, bu ishchilar haqqoni topgan pullari halol, o'z mehnatlariga arziydigan o'g'lonlar. Haqqoni o'zlarini ishlarini, mehnatlarini ustasi, qo'llari gul o'g'lonlar. Men bularga minnatdorchilik bildiraman. Topganlari ilohim to'ylarga buyursin. Topganlari haqqi halol. Qisqa kunda aytaylikki 2 haftani ichida desam, shunday nima qilaman? Kamgina elektr nimalarga, kamgina sal materiallarni yetkazib bera olmaganligim sababli mana shu qariyb 200 metr kvadratga loyiq nimamiz 2 haftani ichida, uni ichidan 3 kun, 4 kunni nima qilsak, boring 10 kunning ichida mana shu uyimizni mana shu holatga keltirdi. Agar havas qilganlar, orzu qilganlar bo'lsa, kimgadir ma'qul bo'lsa, mana Akmaljon boshchiligidagi mana shu plitka shoh gruppasiga murojaat qilib o'zlaringizni ko'ngillaringizga ma'qul
rangni, ma'qul shaklni zakaz qilib, xonadonlaringizga yana boshqacha forma kiritishlaringiz mumkin degan umiddaman. Rahmat sizga ham Mana shu ma'lum. o'g'lonlarimizga katta tashakkur. Sizga ham rahmat. Mana shunchalik ishladik.